Jamshid obdastada suv tayyorlab qo'y. Ilohim. Shu yerda duoga qo'l ochganlarning hammasini ishi yurishdi. Domla, siz nima hammani duo qilyapsiz? Bu malakani kim o'tkazyapti? Men o'tkazyapman. Meni duo qiling faqat. Faqat Karimjonning ishlari yurishib ketsin. Faqat Karimjon boy bo'lsin. Faqat men boy bo'lay. Amin. Kelinglar aka, nechta odam chiqasizda? Shu 2 kishi. Bobur aka, menda pul yo'q-ku. Pul yo'qmi? Yo'q. Bunda bir kishi beravering. Keyingi safar o'zinglar pul olib yurda. Mazza qara. Karim sigareting yo'qmi? Yo'q, sigaretim yo'q. Senda yo'qmi? Anam chekkim kelyapti, yo'q-da. Hozir kelaman. Nima bo'ldi, sigaret topilmadimi? Yo'q-da, bo'lsa zo'r bo'lardi. Yomon chekisi kelyapti odamni. Shashlik shirinmikan? Ha, dada shirin ekan. Faqat o'zing olib keldingmi og'zingga chay? Ha, nima, sizlarga ham olib kelayman. O'zimni qornim och qolganda. Karimjon, kiyinishga kelganingni bir og'iz aytmabsan-a? Qachongacha egoistlik qilasan? Bo'pti, asabiylashma. Qanchaga olding kiyimlaring, Karimjon? Va qanchaga olding? Bir og'iz ayt o'rtoqlaringga, qanchaga olding? Akalar, Karimjon akam Brentros do'konimizdan jinslarini 99 mingga, oyoq kiyimlarini ham 99 mingga, Petrovkani esa 109 ming oldi. Kentavr bashara. Nima aytyapsan? Nima aytyapsan? Men egoistman. Men hech kimga aytmayman. Men o'zim bo'lay deyman. Kentavr eshak. Sen el oldu ben fena. Sarışın dedi ben çok fena.